Andijondagi toshqin sababi aytildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida sodir bo'lgan suv toshqinida Janubiy Farg'ona kanalida qo'shimcha GES qurilishi vaqtida kanalda ortiqcha suv tashlangani sabab bo'lgan. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, suv sarfi taxminan 15 metr kub sekundni tashkil etadi. Favqulodda vaziyatlarga ko'ra 100 taga yaqin xonadonlarda suv kirgan. Shundan 30 ta xonadonning ichida 70 ta xonadonning tomorqasiga suv kirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida Sarvontepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali qirg'oqlarining birida shikast yetgani oqibatida ko'chalarni suv bosgani haqida xabar berilgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.